Tarbiya haqida gaplashamiz. Shunaqa holatlardan bittasi. Uyimizda usta ishlayapti. Men 6 yoshli bo'laman. 6 yoshman, 6-sinf bo'laman. Ustalar ishlayapti va uyga perforator, отбойный молоток kerak qoldi ustalarga. O'sha payt qo'l telefon ekan, yosh bolalarda вообще yo'q. Menga lekin odamlarning telefonlarini berdilar va pul berdilar. Borasan, faloncha joyga borasan, arenda instrumentov bor, perforator ko'tarib kelasan. Xo'p dedim, chiqdim, bordim, do'kon yopiq ekan, qaytib keldim uyga. Qaytib kelgan vaqtim odam gapirdilar. Sen men bitta perforator topib kel deb men konkretni joyini aytgandim, lekin olib kelmading. Bu bilan sen ishni oxiriga yetkazmading. Seni qo'lingda pul bor, aloqa uchun telefoning bor. Shaharda bitta do'kon emas, qidirib topib, muammoni hal qilib qaytishing kerak edi. Borib, prosta yopiq ekan deb qaytib kelish emas. Hozir ko'pchilikda shunaqa, yosh bolaga ayting, tish boradi, bitta muammo topa oladi, mana shuni hal qilolmadim deydi, qaytib kelib o'tiraveradi. Mustaqillik. Men o'rgatadigan bitta dars endi. O'sha dars katta, siz uchun katta dars bo'lgan, esda qolarli. Esda qolarli narsa. Aynan mana shu muammolar yuzaga kelishi uchun ota-ona aybdormi yoki farzand? Ota-ona. Ota-ona. Kimgadir bitta ishni aytib va unga o'rmatda tushuntirib, o'zi to'g'ri qilmagancha olib borish bu katta mehnat. Undan ko'ra o'shani bir marta borib o'zi qilgani unga osonroq. Lekin keyinchalik bu muammo tug'diradi. Xuddi shunaqa bitta ishni hal qila olmaydigan bola kelib qolishi mumkin.